Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 4 ko'zli, 3 ko'zli kamera so'raganlarga mana hammasidan yetib keldi. Xudo xolasa mana original modellarimiz ham keldi. 4 ta ko'zli yangichasi keldi. 2 ta quyosh paneli bo'ladi, 4 ta ko'z bo'ladi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar do'stlar. Xullas, hozir mana sklatimizga tushiryapmiz, yangi magazinimizga. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Telegram orqali, WhatsApp orqali aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bunimiz 4 ta ko'z bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta kamera xullas. Bittani o'zi 4 ta, 2 ta quyosh panel. Bitta sim karta bilan ishlaydi akalar. 360 aynalar pasi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar. Doimgidek 32 talik original chip qo'shib beraman. 4 ta ko'zli kamera juda ko'p so'rashyapti, sotilib tugab ketdi. Mana 3 ta ko'zli radar kamera, samolyot kameramiz ham keldi. 3 ta ko'zli bo'ladi. Hikvision modellarimiz doimgidek originalidan bosib qo'yganmiz. Sim karta va Wi-Fi ga ishlaydi. Xullas to'k-po'k umuman kerak emas bu modelga. Bularga ham xuddi shunaqa do'stlar. Aloqaga chiqib qo'yamiz, yetkazib beramiz.